bizni umumiy pedagogika fanimizni 2-moduli pedagogika tarixi fanidan navbatdagi 3-ma'ruza mashg'uloti bilan bugun sizlarni tanishtirib o'taman. Demak, shu mavzu yuzasidan bugun aynan auditoriyaga 201, 202, 203 guruhlarni tahlil qilish va nazorat qilish uchun harbiy ta'lim fakulteti ustozlari hamda umumiy pedagogika kafedrasi ustozlari tashrif buyurishgan va ular bizlarni dars o'tish jarayonimizni tahlil qilishadi. Demak, mavzuni bemalol daftarga yozib olamiz. Hurmatli talabalar, marhamat yozib oling. Sizlar bilan tanishtirib o'taman. Rejamiz quyidagicha: 9-11 asrlarda Sharq ummati davri Abu Nasr Farobiyning asarlaridagi pedagogik fikrlar, Abu Ali ibn Sino ta'lim-tarbiya haqida, keyingisi esa Mahmud Qoshg'oriyning Devon-i Lug'at turk asari haqida, Yusuf Qo'zg'oliyning Tutabug'lik asari haqida hamda Ahmad Yumnakiyning Hibbatu Haqoiq, ya'ni haqiqatlar armug'oni asari va oxirgi rejamiz Haykovsning Qobusni ko'rganman elektron variantini. Shu asosda siz tayyorgarlik ko'rasiz. Ularning ichida birinchi adabiyotlarimiz Ibragimov, Xolba Ibragimovich hamda Orif va Isa Islamni, Ko'rib va Sislani Habibovni, mana Orif va Isa Islamni ko'rib turibsizlar. Auditoriyamizda ishtirok etyaptilar. Ularning 3 yillik, ya'ni darsliklari yuzasidan foydalanishingiz mumkin. Hamda Qalbek va Nafisatlarning qozoq tilidagi pedagogika adabiyot san'atlari umumiy pedagogika pedagogik mahorat qo'llanmasidan foydalanishingiz mumkin. Hamda keyingi yillarda nashrlari 2020-yildan oldingi nashr qilingan Xo'jayev hamda Ulug'bek Dolimov juda ham bir ajoyib pedagog hisoblanadi. Demak, milliy uyg'onish pedagogikasi hamda Komiljon Hoshimov Sarobar Sharmanining pedagog tarixi darsidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. 11-asrlarda Sharq uyg'onish davri. Bugun nechinchi Renessans davrida yashayapmiz, hurmatli talabalar? 3-asr davrida yashayapmiz, to'g'rimi? Endi birinchi Renessans davri aynan shu 9-11-asrlarda Sharq uyg'onish davrida nimalar sodir bo'ldi? Ya'ni butun mamlakatda, Mavarounnahrda va Xurosonda shunaqa bir davr keldiki, olimlarning o'zini ilmini atrofga yoyish uchun eng katta sharoitlar yaratildi. Va lekin taxtning kurashi, taxt uchun kurash azaldan bo'lib kelgan. Taxt uchun kurashda aynan shu nimani borib Xalifa Harun ar-Rashidning ikkinchi o'g'li, demak, Ma'mun ikkili davrida taxtning judayam to'stiboron bo'lishi, taxt chog'ida aynan bu davrda Xorazmshohlar, Qoraxoniylar, Sanjiqo'ylar, Ashtarxoniylar, mana xonliklar bor. O'tgan darsda biz faqatgina Xorazmshohlar, ularning hammasining ketma-ketlikdagi davri boshlanadi. Endi shu davrda nimalar sodir bo'ladi? Birinchi o'rinda sodir bo'lgani adabiyotlarni elga taqdim etish. Arab yozuvida elga qanday taqdim etish? Qaysi tarbiyat? Chunki xalifalikning yemirilishi ham bu davrda juda katta isnod yig'uvchilarni nima deydi? Isnod deb aytiladi va ularni ommaga taqdim etuvchilarni esa yozuvchilarni muhaddislar deb ataydi deb aytgandimi? Ana endi xuddi shu davrda bu Sharq uyg'onish davridagi Renessans davriga yetib keldiki, bu davrda birinchi ustoz sifatida, birinchi muallim sifatida Aristotelda Sharq Arastusi deb nomlangan bu inson ham ta'lim tarbiyaga birinchi bo'lib ta'rif bergan inson hisoblanadi. Abu Nasr Farobiy. Abu Nasr Farobiyning biz tashlab beraman. Demak, Abu Nasr Farobiyning hozir odamlar sharqi nima uchun yaratildi? Bu ta'lim va tarbiyaga qanday ta'rif berdi? Nima uchun Abu Nasr Farobiyni biz necha yillar bo'ldiki o'rganyapmiz? Chunki hozir odamlar shahri deb nomlanishiga sabab, to'xtating.